Xonsaroy Media taqdim etadi. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, rozi bo'ling. O'zi baxtli bo'lolmay, baxtga yetolmay, bizni ayirmoqchi bo'lgan kimsalar, sevgini arzonga sotgan, nafsida o'zin yo'qotgan, hayotimni barbod qilgan kimsalar. Sen ularni yolg'onlariga ishonib, qalbimni tilab ketdingmi? Nahotki boylikni tanlab, shunday baxtingni tashlab, shunchalar o'zgarib ketdingmi? Sen shunday sevgini o'ldirib qo'yding-da. Sen shunday sevgini o'ldirib qo'yding-da. Halo. Kamol, bizni aldashibdi, tushunyapsanmi? Nima? Biz pulimizga kuydik. Qanaqasiga kuyamiz? Ofisga kel, tushuntiraman. Hozir boraman. Bo'pti. Yuragim pora, endi nachora, qolayapman yolg'iz kechalar. Bitta sevgim bor edi, qalbimda bahor edi, zulmatda qoldirgan kimsalar. Endi sen dardlaringni borib o'shalarga, mana sevgim o'ldi, tamom bo'ldi deb ayt. Eshitmaslar dardingni, buzib sani baxtingni, ortingdan kulib turgan kimsalar. Sen shunday sevgini o'ldirib qo'yding-da. Sen nega sen shunday sevgini o'ldirib qo'yding-da. Men ayol kishi eriga itoat qilish kerakligini unutib qo'yibman. Odamlarning gap so'zlariga kirib, shunday baxtli oilamni yo'qotib qo'yishimga oz qoldi. Birinchi o'rinda oila ekan dadasi. Meni kechiring. Sizsiz uyimizda fayz, baraka yo'qolib qoldi. Uyga keling, iltimos.